fizika fanidan tayyorlanib bizda A yoki A+ sertifikatini qo'lga kiritsa 1 million so'm hech qanaqa voucher emas, pul mukofoti beramiz degandik. Yillikda ortiqlari milliy sertifikat fevral oyining oxirlarida kelgan o'zi darsga 19-aprelda imtihon topshirib, mana B daraja olgan. Mana bu pul mukofoti. Demak, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana yaqinda ko'rdingizlar o'zlaringiz ham DTM imtihonlariga milliy sertifikat imtihonlari bo'lib o'tdi. Fizikadan o'quvchilarimiz, ona tilidan va boshqa fanlardan o'quvchilarimiz imtihonlarni topshirib, yuqori natijalarni qayd etishdi. Mana bugun shu natijalarni baholash uchun sizlar bilan yig'ilib turibmiz. Demak, sizlarning ko'p vaqtlaringizni olmasdan qarsaklar ostida mana shu sertifikat olgan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Demak, birinchi o'quvchimiz Mustafayev Sardor, marhamat. Tabriklaymiz. Keyingi ishlaringizga omad. Nasib bo'lsa bu yutuqlarimiz boshlanishi. Keyingi o'quvchimiz Rustam Shahzod. Tabriklaymiz. Omad bersin. Yutuqlarimiz boshlanishi. Durdona tabriklaymiz. Nasib bo'lsa bundan ham yuqori yutuqlarga erishadi. Keyingi o'quvchimiz Haydarov Behruz. Keyingi o'quvchimiz Abdurashidov Diyorbek. Diyorbek, tabriklaymiz. Ta'rif bermasak bo'lmaydi. O'quvchimiz ismini oxirida aytaman. Yaqindagina ushbu o'quvchimiz ingliz tilidan B2 darajadagi sertifikatni qo'lga kiritgan edi. Endi mana fizikadan B darajadagi, ya'ni 27 ta, taqriban 28 ta beradigan sertifikatni qo'lga kiritdi. Ismoilov Umidjon, tabriklaymiz. O'sha 11-sinfda majburiy fanlarni yopsa, qaysi yo'nalishda o'qirasiz? Havodagi harakatni boshqarish aviatsiya yo'nalishida topshiramiz. Umidjon, tabriklaymiz. Marhamat. Ushbu o'quvchimiz ham yaqindagina matematikadan sertifikatni olib, matematika blogini yopganda, mana o'quvchimiz bilan fizika blogini ham yopdik. Ergashev Diyorbek, marhamat. Tabriklaymiz. Marhamat. Ushbu o'quvchimiz bilan ham matematika blogini yopgan edik. Mana nasib bo'lsa, fizika blogini ham yopgandik. Uni ham yuqori natija qilib B+ qilib yopdi. Samandar, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Va nihoyat biz sizlarga va'da bergandik. Kim fizika fanidan tayyorlanib bizda bundan keyin ham avvalambor fizika fanidan tayyorlanib bizda A yoki A+ sertifikatini qo'lga kiritsa 1 million so'm hech qanaqa voucher emas, pul mukofoti beramiz degandik. Pul mukofotini beramiz. Marhamat, keling Umid. Umidni tabriklaymiz. Yutuqlaringiz bundan ham ko'p bo'lsin, nasib bo'lsa, kelajakda xalqimizga foyda tegadigan kadrga yetishni tilab qolamiz. Marhamat Umid. Mana bu pul mukofoti. 50 ta ortiqlari milliy sertifikat oldi. Bugün ham kelib ketgandi. Ularni tushunamiz, chunki ishlari ko'p, boshqa fandan tayyorgarliklari bor. Ha deganda kelavermaydi. Mana bugun kelganlarini taqdirlab tabriklaymiz. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Demak, Toshboltay va Farangiz. Tabriklaymiz. Yerdan o'tib turavering. Xo'p, keyingisi Normamat va Laylo. Tabriklaymiz. Keyingisi Murtazay va Madina. Shu o'quvchiga alohida bitta gap, fevral oyining oxirlarida kelgan o'zi darsga 19-aprelda imtihon topshirib, mana B daraja olgan. Tabriklar. Omadingiz bo'lsin.
Keyingisi Eshdavlatova Fotima. Fotima oxirida o'qishlarini shunday kuchaytirdi, hamma orqada qolib ketdi. Shuni evaziga mana sertifikatli bo'ldi. Tabriklaymiz. Fosh va Nigina. Tabriklaymiz. Xo'p, keyingisi Pardayeva Sevinch. Sertifikat muborak. Tabriklaymiz. To'ymurodova Elnora. Bu qizimiz IELTS sertifikati ham bor. Ona tilidan ham 29,5 talik sertifikat olgan. Nasib bo'lsa, grant bo'ladi. Tabriklaymiz. Eshxonova Sevinch. Tabriklaymiz. Norbutayeva Nilufar. Eng ko'p bergan savol ustoz bizlar ham sertifikat olalamizmi deb har dars so'raydi. Mana oldingiz, tabriklaymiz. Xo'p. Fojiyeva Ruxshona. Bu qizni opasi ham sertifikat oldi, kecha shanba kuni kelib ketgandi. Bir oiladan ikkita sertifikat. Tabriklaymiz. Xo'p, Jo'raqulova E'zoza. E'zoza tabriklaymiz. Keyingisi Salomat Bobonorova. Tabriklaymiz. Xo'p, keyingisi Bahriddinova Marjona. Tabriklaymiz Marjona. Xo'p, ikki kishi A sertifikat A darajasidagi sertifikat olgan. Bizlar ham va'da qilganimizdek 500 mingdan pullar beramiz degandik. Xo'p, Turduboyeva Zebuzar, Xudoyberdiyeva Diyora. Tabriklaymiz. Zebuzar sertifikatingiz Diyora. Mana 500 ming sizga. Xo'p, yaxshi o'qinglar. Ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagan ham degan gap bor, bilasizlar ha? Har doim baxtga erishishni, muvaffaqiyatga erishishni bitta yo'li bor. Bu ilm, ya'ni o'qish kerak. Ona tilimi, matematikami, ingliz tilimi farqi yo'q. Qaysi fandan o'qisanglar, har doim o'sha hayotdagi insonlar tabaqasining eng yuqorisida turasiz. Masalan, hozir hech kim o'qituvchilarni e'tirof etmaydi. Kimdir texnika yo'nalishi, kimdir aviatsiya, kimdir tarjimonlik yo'nalishiga topshirmoqchi. Qanaqa kasb tanlashlaringning ahamiyati yo'q. Ilmli inson bo'linglar. Har doim shundagina sizlar haqiqiy baxtga erishasizlar. Boshqa yo'li yo'q. Qachondir men omadim keladi, osmondan 1 milliard pul tushadi deb kutib o'tirgan foydasi yo'q. O'qish kerak, harakat qilish kerak, intilish kerak. Ayniqsa mana yigitlar, men yigitlarni o'qiganini ko'rib juda ham xursand bo'laman. Chunki kelajagi bilan qiziqyapti. Yigitlar turib, qizlar juda ham anaqada oldinlab ketyapti. Yigitlardan ko'ra ancha harakat ko'p. Mana qizlar sertifikat olgan juda ko'p edi bular. Faqat ayrimlari shanba kuni, juma kuni kelib ketishdi.